O'zbekistonda svarka alohida madaniyat, lekin qizuv boshqa davlatlarda svarkada qanaqa ishlashadi? Bugun sizlarga dunyodagi 4 ta davlat madaniyati bilan tanishtiramiz. 4-inchisi O'zbekiston. Birinchisi bu Yaponiya. Yaponiyada svarchilar xuddi shifokorlar kabi imtihon topshirib, keyin zavodga borib mukammal darajada ishlashadi. Ular asosan robotlashtirilgan komplekslardan foydalanadi. Hatto har bir svarkan turi bo'yicha alohida o'qishlarga ega. Ikkinchisi bu AQSh. AQShda svarkachi bu juda ham hurmatga ega kasb. Svarkachi 1 yilda $100,000 gacha oylik oladi. U yoqda juda ham zo'r trenajyorlar mavjud. Hattoki 3D trenajyorlarda o'rganib imtihonlar topshirishadi. Ana undan keyin zavodlarga borib qo'l nazorati bilan mukammal ishlashadi. Uchinchisi Germaniya. Qat'iy nazorat. Nemislar svarkani GOS bilan emas, balki DIN standartiga ko'ra o'rganishadi. Ularda svarchik sertifikatini olish uchun xuddi bir shifokor darajasidagi imtihon talab qilishadi. Va ularda svarkachini ishchi deb emas, injener deb qabul qilishadi. 4-inchisi O'zbekiston. Bizdagi svarchiklar faqatgina malaka bilan emas, balki yurakdagi mehr bilan boshlaydi. Bizda ustalar o'zini pozitsiyasi bilan, life hacklari bilan, ma'lumoti bilan va tajribasi bilan kelajak yangi avlodni tayyorlashadi. Qattiq yashab ishlashidan qat'iy nazar, eng asosiysi bu mehnat, aql va kasbga hurmat. Siz o'z kasbingizni hurmat qilasizmi? Svarkachilarga yuborib qo'ying.